Mirziyoyevning ichki va tashqi siyosati qanday birlashadi? Assalomu alaykum do'stlar. Suhbatlarimiz davom etadi. Tahliliy suhbatlarimiz O'zbekistondagi vaziyat haqida sizlar bilan har kuni suhbatlashib kelyapmiz. Endi asosiy masala nima hozir? Bugun mana 2025-yil 16-noyabr yakshanba kuni. O'zbekiston qaltirayapti. Malariya, isitma kasali bo'lganday. Bir tuzalib ketmayapti. Yaxshilik tomonga ko'p o'zgarish bo'lmayapti. Juda katta shov-shuvlar, dabdabalar, kecha mushaklarmi nimalar otilgan, Toshkentda shunaqa bayram. Endi arziydimi, endi mayli qilibdi shuni. O'rta Osiyo rahbarlari keldi, mustaqil uchrashdi. Turkmanboshini ko'rmadim men. Kelmadimi ular? Lekin Aliyev kelibdi. Rahmat. Yaxshi, kelsin, birlik bo'lsin. Turkiston birligi, Turon birligi bo'lishi kerak. Chunki ittifoq bo'lmasa bo'lmaydi endi. İttifak bo'lmasa, ayniqsa Turkiyani ham qo'shish kerak endi. Bundan ham chekinmaslik kerak. Turkiya ham kelsin, 100 million Turkiya bo'ladi. Buni oldin ham aytganman. 10-15 yilda aholisi biz zaten Ozarbayjon qo'shilsa, biz ham 100 million bo'ldik deyarlar. 200 millionlik katta bir kuch bo'lsin. Mirziyoyev harakat qilyapti. Men kechagi suhbatimda aytdim, ma'qullayman buni deb. Bo'lishi kerak, shart. Markaziy Osiyo ittifoqi deydimi, hozir Turkiy davlatlar tashkiloti deyilgan. Shu shaklda bo'ladimi? Nima shaklda bo'lsin, shu 200 million birlashsin. Kuchini birlashtirsin. Yevropa ittifoqidek birlashsin. Chegaralar bir, endi Turkiya bilan chegara bir bo'lishi qiyin. Pul bir, iqtisod bir, harbiy kuch, armiya bir. Ya'ni bütün demak, nima agar ittifoq qilish yo'lida qilinish kerak bo'lsa, qilinish kerak hammasi. Bu yerda qo'llaymiz yani. Muxolifat bo'lish, kecha ham aytdim yani, hamma narsani inkor qilish emas. Mirziyoyevning tashqi siyosati bilan ichki siyosati qanday birlashadi? Tashqaridan qarasangiz zo'r bo'lyapti. Mana O'rta Osiyo davlatlari birlashyapti. Ichkarida qanday bo'ladi endi? Buni qanday birlashtiramiz endi? Misoli Qozog'iston bilan juda yaqinmiz. O'zi Qozog'istonga yaqinmiz deyish ham noto'g'ri. Chunki Qozog'iston bilan birimizda, bir o'zbek, qozoq bir narsa bo'lishi kerak o'zi. Bir davlat, bir xalq, bir millat, hammasi bir o'zi. Qolganlar bilan ham bir. Yaqin deyish ham noto'g'ri, chunki birga yaqin bo'lmaydi o'zi, bir bo'lgandan keyin. Qozog'istondan qanday bo'ladi endi? O'zbekiston yaqin shunday, yana yaqin deyapman. Bir hamma yoq ochilib chegaralar bo'lsa, u yerda musulmon tijoratchilar, tadbirkorlar, bu yoqda musulmon tijoratchilar, tadbirkorlar ish qilamiz desa. Bu yoqda Mirziyoyev men dunyoviy davlatman, sekulyar davlatman, musulmonlik qilmaysan desam, qanday birlashadi? Qanday ichki siyosatni to'g'rilash kerak? Buning bir yo'lini topish kerak. Odamlarga qulaylik yaratish kerak. Iqtisod kerak-da, hammaga hozir iqtisod kerak. Pul kerak. Odamlar pul deyapti. Qornimiz och deyapti. Iqtisodni to'g'rilamasdan ko'p narsani to'g'rilab bo'lmaydi. Tibbiyotni to'g'rilab bo'lmaydi, masalan, tamoman pulga bog'liq. Nimaga? Yaxshi mutaxassislar tayyorlash, bu pul. Yaxshi jihozlar, bu pul. Yaxshi kasalxonalar, bu pul. Hammasi pul bilan bo'ladi. Qanday bo'ladi endi? Aholi musulmon. Bu yoqda bu qolganlar bilan do'st bo'lib bir bo'lamiz deyapmiz. Ichkarida, tashqarida musulmonlarga ta'zir. Bu qanday bo'ladi? Buni bir to'g'rilash yo'lini topish kerak. İchki siyosatni Mirziyoyev tuzatsin. Tashqi qilayotgan siyosatini bekorga ketmasin yani. Xalq musulmon bo'lgandan keyin musulmonligini istaydi. Xo'p, mana aytyapmiz, Malayziyadagida yaxshi musulmonlik bo'lsin.
juda Taliban kabi, Eron kabi bo'lmasin. Yaxshi, axloqli, ibodatli, tijoratini halol qiladigan musulmonlar bunga yo'l ochiladimi? Ya banklar hali ham foiz 50%. Bank bilan turadimi? Musulmon qanday ishlaydi yurtda? Mana bu ichki siyosatni tuzatish kerak ekan. Usmon radhiyallohu anhu zamonida yozilgan Qur'on islom sivilizatsiya markaziga o'tkazildi. Juda yana dabdaba shunaqa narsalar bo'ldi. Qur'onga amal qilinmaydimi? Xo'p, mayli. Alhamdulillah shunday Qur'on qo'l yozmasi bor ekan. Yaxshi. Bir qadriyat, katta narsa, muhim. Lekin Qur'onga amal qilish kerak emasmi? Bu yoqdan Qur'onni shunday eski qo'lyozma deb ko'tar, shunaqa tantanalar. Bu yoqda foiz 50%. Qur'on harom qilgan foiz. Buni to'g'rilash kerak. Ichki siyosatni o'zgartirish kerak bizda. Ya'ni siyosat degan narsa, davlat degan narsa tashqarisi yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lmasligi kerak. Oldin ichini tuzatish kerakki, tashqaridagi ishlar ham tuzalsin. Bir yaxshilik yo'lini qilish kerak. Oyoq turib olmasligi kerak Mirziyoyev. Bu davlat bizniki bo'ladi. Mirziyoyevlar oilaviy amirligi bo'ladi, diktaturasi bo'ladi, sekularizm bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi deb oyoq turib olmasligi kerak. Jamiyat boshqa narsalarni talab qiladi. Jamiyat, insonlar boshqa narsalarni, haqiqatni, erkinlikni, adolatni, yaxshilik tomonga o'zgarishni talab qilyapti. Juda oxirgi paytlar shu Mirziyoyev davrida shu yaltiroq narsalar, dabdalaga olib boradigan dabdabalar ko'payib ketdi. Hamma yoqni yaltiroq qilib, zo'r qilib ko'rsatish. Zo'r qilib ko'rsatgan bilan zo'r bo'lib qolmaydi-yu. Mirziyoyevning tashqi va ichki siyosati birlashtirilishi kerak. Bir o'rta yo'l topilishi kerak. Odamlar shuni talab qilyapti. Shu gaplarni aytmoqchi edim. Sog' salomat bo'linglar.